Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun YouTube'da pul ishlash uchun monetizatsiya tizimini yoqishni o'rganamiz. Avval menga podpiska bo'lib oling, ya'ni obunani bosib oling. Endi bizga kerak bo'ladigan YouTube Studio ilovasi bo'ladi. Unga kirib olamiz. Kirganimizda bizning profilimiz chiqadi va burchakdagi monetizatsiya tizimiga o'tamiz. O'tgan paytimizda sizda mana bu ko'rinishda chiqadi. Hududingizda monetizatsiya tizimi ishlamaydi, ya'ni O'zbekistonda monetizatsiya tizimi ishlamaydi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? YouTube Studioga o'tib olamiz va hamjamiyat ustiga bosamiz va bizning profilimizga o'tib olamiz. Sozlamalarga kiramiz va yashash davlati, ya'ni o'zingizga kerak bo'lgan yashash davlatini tanlab olasiz. Men Qozog'istonni tanlaganman. Keyin sizda monetizatsiya tizimi ochiladi. Ochilgandan keyin ham sizda 1000 ta obunachi va 4000 soat yaroqli tomosha vaqti bo'lishi kerak. Agar sizda bular bo'lsa, bemalol video qo'yib, videoingizni prosmotrga, tomoshalarga, ya'ni har bir videoingizni tomoshalari uchun siz pul olishingiz mumkin. Pul ishlashingiz mumkin. Menga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.